Xo'p, keyingi savol berilibdi. Davolash BAT bilanmi? BAT emas. Bular firmalarning dorilari emas. Любой свободный magazinlardan topsanglar bo'ladigan naturalniy komponentli dorilar sotiladigan magazinlarda sotiladigan BAF hisoblanadi. Biologически активное вещество BAT emas. BAF deyiladi. Natural komponentli dorilar effekt beradigan mikroelementizatsiya bo'ladi. Hammada har xil aytaman-ku. Chistka qilaman birinchi. Oshqozon hazm qilish traktini yaxshilayman, желудочно кишечный trakt. Undan keyin mikroelementlarni to'g'rilayman, oxirida yo immunostimulyatsiya, immunomodulyatsiya yoki neyromediatsiya bo'ladi, holatiga qarab turib. Asosan natural komponentli dorilar bilan davolab beraman. Nutritsiologiya deyiladi. O'qib chiqinglar internetdan, nutritsiolog bu kim, qanaqa davolaydi. Butun dunyo nutritsiologiya bo'yicha hozir davolaydi. Даже chet davlatlarda ishga kirayotganda agar nutritsiolog nazначенияsi bo'lmasa, ishchilarga ishga olishmaydi.